Okey, iloji boricha 2 daqiqa ichida sizga ko'proq foydali ma'lumot ulashishga harakat qilaman. Siz vaqtingizni boshqarasizmi yoki vaqtingiz sizni? Vaqt boshqaruvi bo'yicha to'rtta o'zim kechagina o'rgangan foydali ma'lumotlarni ulashmoqchiman. Birinchisi, Seinfeld strategiyasi. Bu narsani oldin bilardim qisman, lekin aniqroq bilib olganim o'zimga plus bo'ldi. Bu 3 ta vazifa beradi. Birinchisi, maqsad qo'ying. Misol uchun kitob o'qish, har kuni kitob o'qish va kalendarga belgilab boring. Kalendaringizni to'ldirib borishingiz kerak. Hech qachon 2 ta kunni o'tkazib yubormang. Ya'ni 2 ta kunni ketma-ket o'tkazib yubormang. Mana bu misol tariqasida ko'rishingiz mumkin. Kalendarga belgilab borish. Buni kinolarda, videolarda va menimcha chetda ham juda ommaviylashgan bo'lsa kerak, ko'rganmiz, lekin hayotda qilgan odamni juda ham kam ko'rganman. O'shaning uchun bitta o'zingizga kalendar tutib sinab ko'rishingiz mumkin. Iloji boricha ko'proq kunlarni maqsadingiz uchun sarflang. Kuniga 30 daqiqa bo'lsa ham. Misol uchun o'sha kitob o'qishga 30 daqiqa vaqt ajratib, har kuni yashilda, qizilda belgilab borishingiz bo'ladi. Bu ham menimcha qiziq usul. Ikkinchisi, qurbaqani yeyish. Xuddi shu kitobdan qurbaqani yeyish falsafasi, konsepsiyasi berib o'tilgan. Menimcha bu ham juda ham yaxshi. Eng qiyin ishlarni birinchi navbatda bajaring. Ertalab turganingizda nima qiyin bo'lsa, o'shani birinchi boshlash kerak. Agar sizning vazifangiz qurbaqani yeyish bo'lsa, eng yaxshi yo'l bu eng kattasidan boshlash. Mark Twain. Okey, vaqtni bloklash. Time blocking degan strategiya bor ekan. Bu ham o'zimga yoqdi. Eskidan o'zim xuddi shunaqa qilib kelaman. Misol uchun, ertalab 9 dan 12 gacha ishlang. Undan keyin dam olish, tushlik yoki keyin yana 1 dan 2 gacha 2 soat ishlang va keyin yana 1 soat dam olish. Keyin yana 6 dan 7 gacha. Xuddi shunaqa 4 dan 7 gacha 3 soat, 4 soatli time bloklarga qo'yib olib turib ishlash kerak. Xuddi shu tartibda 6 oy takrorlab ko'ring. Menimcha 6 oy qiladigan odam kam, lekin 1 oyda o'zida ham katta natija sezish mumkin. Yana bittasi, buni oldingi videoda ham aytgandim, balans uchun 5 qoida. Vaqtli yashashim uchun nima kerak? O'sha savolni o'zingizdan so'rang. Misol, nimaga e'tibor berishingiz kerak? Do'stlaringiz bilan ko'proq vaqt sarflashgami yoki oilangiz bilan yoki biznesingiz uchun yoki sportgami? Shaxsan men uchun shu din, oila, biznes, sport, ilm o'rganish va har kuni o'zingiz uchun 3 tadan vazifa belgilab boringda va shu yo'nalish bo'yicha misol sportga 3 ta vazifa belgilab o'shalarni bajarishga harakat qiling. Bu yerda 15 ta vazifa sifatini qaramang, 15 ta mikro vazifa bo'lyapti sizga. Har bir yo'nalish uchun 3 ta kichik vazifa bajarib boring. Bunga misol uchun mana shu kundalik misol bo'lishi mumkin. Ko'rasiz, mana har bittasi uchun 3 tadan vazifa belgilab borib, keyin kun davomida buni o'qisiz bo'ladi. Analiz qilsangiz bo'ladi. Shunaqa. Bu reklama emas, shunchaki tavsiya. Oddiy daftarda qilsangiz ham bo'ladi.